paxta terish mashinalarining hajmi 32 metr kub bo'lganligi hisobiga birdan paxta terish mashinasida to'kishda 17 metr kubli tirkamalardan foydalanish samaradorligi kamayib tushib ketishini hisobiga biz 40 metr kub bo'lgan mana bu turdagi traktor tirkamasini loyihasini ishlab chiqqanmiz. Bunda paxta terish mashinasi paxtani terib birdan traktor tirkamasiga to'liq mahsulotni yuklash va bunda vaqt sarfini, energiya sarfini oldini olishga va undan tashqari logistika xarajatlarini oldini olishga ham qaratilgan. Bu yerda demak o'sha tirkamaning umumiy ko'rinishi keltirilgan. Demak, ahamiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish tirkamaning joriy etilishi, mahsulotlarni daladan qayta ishlov berish punktlariga qisqa vaqtda, qisqa muddatda sifatli yetkazib berish, ishlab chiqaruvchi korxonalar texnikalarini yaratiladi va moliyaviy va moddiy texnik resurslarni tejashi ta'minlanadi. Sanoatda bo'lsa, ishlab chiqarilgan traktor tirkamasi ishlab chiqarish, o'zlashtirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning ichki va tashqi bozordagi raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi. Xorijdan shu kabi mahsulotlarni import qilishdan bosh tortish hisobiga respublika valyuta va zaxiralari sezilarli darajada tejashga, yangi ish o'rinlarini yaratishga imkon beradi. Bu tirkama ovush toifasidagi tirkamalar ikkitasiga mos ravishda alternativ sifatida ishlab chiqilgan. Ikkita tirkama bilan foydalanilganda ekspluatatsiya jarayonida biz ko'rdikki, umumiy masalan paxta tashishda 4 tonna 200 kilogramm ikkita tirkamada paxta tashiladigan bo'lsa, bizning mana bu ishlab chiqqan tirkamada zichlanmagan holatda bosilganda 6600 kilogramm paxtani tashishga mo'ljallandi. Bundan tashqari, endi faqat bu yerda paxta emas, bundan tashqari yengil vaznli boshqa turdagi mahsulotlarni ham tashish mumkin. Masalan, siloz yoki masalan pichan yoki shunga o'xshagan yengil vaznli va hajmi katta bo'lgan yuklarni tashishga mo'ljallangan. Demak, bu yerda mana ko'tarib ag'darish mexanizmidan foydalanilmagan, ichki qismida aylanuvchi lenta o'zi, demak, mahsulotni joyida turgan holatda reduktor orqali tushirish amalga oshiriladi. Mana bu joyda bitta maket yaratilgan. Mana bu joyda o'sha zavod bilan birgalikda yaratilgan. E'tibor bersanglar, mana bu joyda reduktorlari qo'yilgan. Mana shu reduktor, demak, mana bu qismlar gidromotor traktordan bevosita quvvat olish orqali tirkamadan mahsulotlarni bemalol tushirish amalga oshiriladi. Endi buni yana ham modernizatsiya qilishimiz mumkin va seriyni ishlab chiqarishga joriy qilmoqchimiz. Traktor zavodida qoshidagi konstruktiv texnologik markazi bilan birgalikda ilmiy tadqiqot olib borganimizda hozir u Chirchiqdagi klasterga qo'shilib ketgani hisobiga endi bizga mana shu tadqiqotni seriyni ishlab chiqarishga joriy qilish uchun bizga mablag'lar jalb qilish kerak bo'lyapti.